O'zbekiston Pro Ligasi 6-tur. Fardo Respublika Futbol Akademiyasi uchrashuvidan keyingi matbuot anjumani. Matbuot anjumanining birinchi qismida Respublika Futbol Akademiyasi jamoasi bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev ishtirok etyaptilar. Jamoliddin aka, dastlab o'yin haqidagi fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Demak, o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham ajoyib, jangovar o'yin bo'ldi. Birinchi bo'limda o'yinni nazorat qildik, to'pni nazorat qildik, golli vaziyatlar yaratdik. Afsuski, o'sha ko'p o'yinlarda kuzatilayotgan vaziyat o'sha realizatsiyada muammolar yuzaga keldi. Ikkinchi bo'limda esa o'sha raqib bosimni ancha kuchaytirdi, chunki ular mag'lubiyatga uchrayotgandi. Shu sababli juda ham to'p o'rtada qolmadi. Bir raqib jamoa hujum uyushtirdi, keyin biz o'zimizni hujumda omadimizni sinab ko'rdik. Bu vaziyatda o'sha tezkor hujumlardan bittasi agar bizda gol bilan yakunlanganda, men o'ylaymanki, ancha o'yin bosilardi. Lekin afsus, bu narsani raqib amalga oshirdi, durang bo'ldi. Muxlislar menimcha o'ylayman juda ham ajoyib o'yin ko'rishdi. Rahmat. Bugun jamoa tarkibida Osiyo chempioni Asilbek Aliyev ko'rinmadi. Bunga izoh bersangiz. Asilbek Aliyev, agar xabaringiz bo'lsa, U17 terma jamoasi bilan Osiyo kubogida ishtirok etish uchun o'sha tarkibda qabul qilindi. Shu sababli hozir Saudiya Arabistonida bo'lib turibdi terma jamoa U17 bilan. Shu sababli hozir biz bilan emas. Keyin yana muxlislar e'tiborini tortgan Emmanuel futbolchini ko'rdik. Shu futbolchi haqida ham ma'lumot bersangiz. Bu futbolchimiz demak 2010-yilda tug'ilgan yigit. Onasi O'zbekistonlik, otasi o'sha Afrika qit'asidan kelgan yurtimizga va O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Bu bizda U16 terma jamoamizning asosiy hujumchisi hisoblanadi. Juda ham iste'dodli, yaxshi yigit, mehnatkash. Biz unga o'sha o'tgan turda ham o'yin vaqti ancha yarim soat 30 daqiqalik o'yin amaliyotini bergandik. Bu gal ham mana o'yin so'ngida maydonga chiqardik. Men o'ylaymanki, juda ham unga katta opit bo'lmoqda. Bu Pro Liga hozir ko'rib turibsiz, bu yil juda ham saviya yuqori. Har bitta jamoa bir-biriga katta qarshilik ko'rsata olyapti. Bu aytishim mumkinki, demak, o'sha yana U17 terma jamoasiga yana bir yaxshi hujumchini nima desa bo'ladi, tayinlab berayotganimizni ko'rsatadi. U17 da esa o'sha asl biroz qandaydir o'yinida pasayishlik ko'rgandik. O'sha Pro Ligadagi o'zini yorqin o'yinlari hisobiga o'sha Sergey Chigatayev U17 terma jamoasi bosh murabbiyning e'tiboriga tushdi va Osiyo kubogiga yo'l oldi. O'sha bizning maqsadimiz ham shu. Juda ko'p futbolchilarimiz kengaytirilgan tarkib U20 terma jamoasiga kengaytirilgan tarkib a'zosi hisoblanishadi, lekin o'sha asosiy futbolchilar emas. Bizda o'sha terma jamoani U20 terma jamoasining asosiy futbolchilari o'sha klublarda o'z jamoalarida hisoblanadi. Hozir bizning jamoadagi futbolchilar o'sha raqobat bardosh jamoa shakllantirish uchun ularga ham nima desa bo'ladi, shu narsa ustida ishlayapmiz. Men o'ylayman, hozir yigitlar ko'rinib turibdi, juda ham yaxshi rivojlanishyapti. Bundan faqat o'zbek futboli yutadi, xudo xohlasa. Maqsad shu terma jamoada raqobat muhitini yanada oshirishga. Albatta, o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, bizning tarkibimizda ko'proq o'sha akademiya, Andijon akademiyasi, Navoiy, Namangan futbol akademiyalari, Farg'ona futbol etmoqchi bo'lgan o'sha har bitta respublikamiz viloyatlari akademiyalarida birinchi ligada to'p surgan futbolchilarni tashkil etadi. Shu sababli baribir o'yinlarda mahorat, tajriba o'z so'zini aytyapti, lekin yigitlar juda ham iste'dodli, yaxshi yigitlar, mashg'ulotlarda juda katta mehnat qilishyapti. Men o'ylaymanki, albatta shunaqa tempda ketadigan bo'lsa, albatta o'sha terma jamoaga raqobatbardosh futbolchi bo'lib yetishadi, xudo xohlasa. Savollar yo'q. Assalomu alaykum. Bugun agresivroq ko'rindingiz. 90 daqiqa futbolchilaringizga aytdimda spesifikalar berib turdi. Shundan kelib chiqib turib, bugun futbolchilaringiz o'yinidan foyda ko'rish bo'ldimi?
Endi 100% demayman, agar ayniqsa tag'in yutmadik, hatto yutgan o'yinlarimizda ham juda qiyin 100%lik ko'ngil to'lish o'yinda, lekin ayniqsa birinchi bo'limni nazarda tutadigan bo'lsam, yaxshi o'yin ko'rsatishdi yigitlar. Birinchi bo'limda ancha bizni ko'rsatmalarimizni yaxshi bajarishdi. Shu sababli birinchi bo'limdan ko'nglim to'ldi. O'zi hamma o'yinda yigitlar yosh bo'lganligi baribir bu o'sha jismoniy tomondan ham, ozgina ruhiy tomondan ham sezilmoqda. Chunki ko'p uchrashuvlarda o'sha Mobius jamoasi bilan ham 80-daqiqada, 84 daqiqada to'p o'tkazib, g'alabani qo'ldan boy berdik. Bekobod bilan ham xuddi shunaqa, Metallurg bilan g'alaba qozonib to'p etmoqchi bo'lganim, baribir yoshlar tajriba o'z so'zini aytmoqda. O'yinni so'ngiga borib o'sha biroz o'yin tizginini qo'ldan chiqarib, o'sha raqibga berib qo'yayotganimiz, bunga faktorlar ko'p, buni ko'ryapmiz, buni ustida ishlayapmiz. Shu sababli biroz yigitlarga ozgina emotsiyada ularning o'sha konsentratsiyasini ushlab turishga va qo'ldan kelgancha ko'rsatmalar bilan maydondan tashqarida ular bilan birga bo'lib, o'sha ularni o'yin disiplinasidan chiqib ketmasligiga maksimalli harakat qildim. Chunki charchoq bo'lganda baribir bu juda muhim konsentratsiya. Jamoa standart vaziyatlarga ham ishlagani ko'rinib turibdi. Mana bugungi jamoangizga aynan standart vaziyatdan keyin yuzaga keldi. Albatta hozirgi o'zi zamonaviy futbolda juda ham ko'p gol protsenti o'sha standart vaziyatlardan kiritiladi. O'yinlarni tahlil qilganimizda raqib ham juda ham standart vaziyatlarga ko'p aksent qiladigan, o'sha juda ko'p xavfli vaziyatlarni o'sha standart vaziyatidan amalga oshiradigan jamoa edi. Shu sababli biz darhaqiqat Fardu jamoasiga qarshi o'zi deyarli hamma o'yinga shunaqa, lekin biz ko'proq standart vaziyatiga ham urg'u bergandik, ham himoyada, ham hujumda. Xursand qiladi, qachonki siz ishlagan narsangiz o'yinda o'z foydasini keltirsa, albatta bu quvonarli. Savollar yo'q bo'lsa, matbuot anjumaniga yakun yasaymiz. Ishtirok uchun barchaga rahmat.